Issiq havoda ovqat yaxshi ketmayapti deydiganlar ham bu taomni mazza qilib yeydi. Eng avval retseptni o'zingizga saqlab oling. Demak, qiymaga tuxum, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, talqon, ziravorlar hamda tuzni solib, yaxshilab mushtlab aralashtirib olamiz va shunaqa shakl berib olamiz. Endi qozonga yog'ni quyib, oldindan tayyorlab olingan kartoshkani solamiz va qizartirib olib qo'yamiz. Shu yog'da kotletlarimizni ham solib, qizartirib, buni ham olib qo'yamiz. Keyin yog'imizni kamaytirib olamiz. Taxminan yarim cho'mich yog' qoladi. Shu yog'ga piyoz, sarimsoq, bulg'or qalampiri, tomatni solib qovurib, bir osh qoshiq unni ham solamiz va yaxshilab aralashtirib, suv quyamiz. Sizlarga eslatma, qaylaga un solinganda juda ham quyuq, shirali, mazali bo'lib chiqadi qaylamiz. Endi qaylaga boya qovurib olingan kartoshka hamda kotletlarni solib, qopqog'ini yopib 20 minutga dumlab qo'yamiz. Qarabsizki, ishtaha ochar, mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Endi bitta like sizdan.